U oktagonga qadam qo'ysa, jimjitlik buziladi. O'zgacha yigit. Men butun hayotimni shu o'yinga bag'ishladim, lekin bunday yigitni ko'rmadim. U jang san'atining har bir yo'nalishida dahshatli. Nokaut muammo emas. Bo'g'ish o'yinchoq, kurash bu uning hududi. U sayyoramizning eng xavfli jangchilaridan biri. Hammasini men hammasiga kelyapman. Hammasini yo'q qilaman. Men chempionman, men qirolman. Hammani yo'q qilaman. Bu kichkina qizaloqqa diqqat bilan qarang. Rasmga tushgandan so'ng u Hamzat Chimaevga nimadirlarni pichirladi. Avvaliga quvonchli ko'ringan bu lahza kutilmaganda o'zgardi. Bu qizaloq tomoshabinlar orasida o'tirgan ko'pchilik bolalar kabi yetim. Lekin Hamzat uni taskin berishga uringaniga qaramay, u sahnani ko'z yoshlarini berkitgancha tark etdi. Ammo bu yerda tugamaydi. Avvaliga Hamzat o'zini tutib turgandek tuyuldi, lekin ko'zlarida shubha paydo bo'ladi. Zal jim, tomoshabinlar kuzatmoqda. U ich-ichidan buzilmoqda va oxiri u bardosh bera olmaydi va o'zini tiklaydi. Ammo ko'zlarida bir narsa o'zgargan. Zulmat. Ko'z yoshlari bilan kurashayotgan bu yigit bir paytlar qo'rquv bilmagan jangchi, ammo tarixi davomida Chimaev ko'zda paydo bo'lgan bu qarashni faqat bitta narsa keltirgan: urush. Hamzat Chimaev 1994-yilda Rossiya hududidagi Checheniston Respublikasida dunyoga keladi va aynan o'sha yillarda, ya'ni 1994 va 1996-yillar oralig'ida birinchi Checheniston urushi boshlangan edi. Ikkinchi Checheniston urushi esa 1999 va 2009-yillar oralig'ida bo'lgan. Bolaligim vaqtlar juda og'ir edi. Bu go'yoki urushdan keyingi davrlar edi. Men buni aniq eslayman. Men bu dunyoga urush paytida kelganman. Ovqatsiz, muhtojlikda yashagan vaqtlarimiz bo'lgan. Bu yaxshi davr emas edi. Hamzat yashagan qishloq Groznyga juda yaqin edi. Urush ularning hayotini doimiy ta'qib qilib yurgan soyadek edi. U yerda har doim harbiylar bor edi. Ular xohlagan vaqtida uyingga kirib, hammasini titkilab chiqishlari mumkin edi. Oxir-oqibat urush tugaydi, lekin u hech qachon Hamzatni tark etmaydi. Men boshimdan kechirgan voqealarni hech qachon unutmayman. Bu seni kamtar bo'lishga, kamtar qolishga majbur qiladi. Men ulg'ayganimda ko'rgan narsalar bu og'ir edi. Endi esa hayotda nimadir noto'g'ri ketsa, ichimda bir g'azab paydo bo'ladi. O'zimni yo'qotaman, nazoratni boy beraman. Shunga o'xshash holatlar. Urush kundalik hayotiga aylangandi. Chimaev uchun zo'ravonlik g'ayrioddiy narsa emas, hayot tarzi edi. U his-tuyg'ularni boshqarish qiyin bo'lsa ham, yonida uni to'g'ri yo'ldan chiqarmaydigan inson bor edi. Agar katta akam bo'lmaganida, hozir men qayerdadir qamoqda o'tirgan bo'lardim. Nega? Chunki ba'zida aqlim joyida bo'lmaydi va shunday paytda seni to'xtatadigan odam kerak bo'ladi. Aka, Hamzat kurashni 5 yoshda boshlagan va qarorni esa katta akasiga qarab qabul qilgan. U mahalliy turnirlarda medallar, faxriy yorliqlar yutgan. Shu bilan birga yillar davomida o'ziga xos mustahkam jangchi xarakterini shakllantirgan. Bu xarakter hatto oradan yillar o'tsa ham uni boshqalardan ajratib turardi. Hamzat mag'lubiyatni yomon ko'rardi. Ko'chadagi janjallar bo'lsin yoki ringda undan ancha katta va kuchli raqiblarga qarshi kurashlar, u hech qachon taslim bo'lmasdi. O'sha vaqtlarda professional jangchi bo'laman deb o'ylamagan edi, lekin hammasi 19 yoshida o'zgardi. U akasining ortidan Shvetsiyaga ketadi. Bu esa uning hayot yo'lini butunlay o'zgartiradi. Bu yerda mening akam yashardi. U menga bu yer yaxshi, bu yerga kel dedi. Bizning yana bir akamiz operatsiya bo'lgan edi. Shuning uchun ular bizga juda katta yordam berishdi. Biz bu yerga kelganimizda bizni qo'llab-quvvatlashdi va shundan keyin shu yerda qolishga qaror qildik. Bu yer bizga yoqdi. Odamlar bizga chin dildan yordam berishdi. Ko'chib o'tganiga qaramay, u kurashni nafaqat tashlab qo'ymadi, balki mutlaqo yangi darajaga chiqdi. Uning asosiy tayyorgarligi Shvetsiya chempionati darajasidagi raqiblari bilan bemalol hisob-kitob qilishga yetarli edi. Chimaev bir nechta oltin medallarni qo'lga kiritdi va yirik milliy turnirlarda, xoh u erkin kurash, xoh klassik uslub bo'lsin, o'rta yoki yarim o'rta vazn toifasi bo'lsin, biror marta ham jangda mag'lub bo'lmadi. 2017-yilda navbatdagi g'alabalaridan so'ng Hamzat sovrin sifatida mamlakatning istalgan shahriga bepul sayohatni yutib oldi. U Stokgolmni tanladi. U yerda bir nechta kavkazlik yurtdoshlar bilan uchrashdi va deyarli darhol mashhur All Stars zalda mashg'ulotlarga kirishdi. Dastlabki sparringning o'zidayoq Hamzat turishda umuman tajribasi bo'lmasa-da, professional jangchilarni kurash bilan yerga yotqizib, murabbiyni shu darajada hayratda qoldirdiki, zaldan uzoqlashmaydigan bo'ldi. Ha, do'stim menga aytdi, MMA mashg'ulotiga kel. Men esa javob berdim, yo'q, xohlamayman. Bu MMAda yaxshi narsa yo'q. Boshga urishadi, lekin u baribir meni aldab, faqat texnikaga ishlaymiz, jang bo'lmaydi degan bahona bilan MMA zaliga olib bordi. Ammo biz u yerga borganimizda sparringlar bo'layotgan edi. Shunday qilib, men professional jangchilar bilan sparring o'tkazdim va murabbiy meni ham professional deb o'yladi. U mendan so'radi, qaysi tashkilotda jang qilgansan? Men esa, bu men uchun MMA zaldagi birinchi kun deb javob berdim. Shu tariqa men All Star zalda MMA
bilan shug'ullanishni boshladi. Chimayev zalning o'zidagi kichkina xonaga joylashdi. Odamlar men zalda yashayman deb gapirishadi, lekin men rostdan ham zalda yashayman aka. Hatto UFC'dagi dastlabki ikkita jangimdan keyin ham shu yerda yashashda davom etdim. Har kuni mashg'ulotlarda jonbozlik bilan mehnat qilar. Bo'sh vaqtlarda esa kun kechirish uchun pul topishga harakat qilardi. U yuk ortuvchi bo'lib ishladi. Tungi klubda foiz kontrolda turdi. Jinoyat o'tmishi bo'lgan odamlar joylashtirilgan uyni qo'riqlovchi sifatida ishladi. Har kuni ertalab chiroyli apartamentlar yonidan yugurib o'tayotib, u ham bir kuni kelib shunday uylarda yashashni orzu qilardi. Biroq bu orzuga faqat kurash bilan erishishning iloji yo'q edi. Chimayev Shvetsiyaning yirik xalqaro musobaqalarda himoya qilgan sportchilarni ishonch bilan mag'lub etayotgan bo'lsa, hujjatlar bilan bog'liq muammolar unga to'siq bo'ldi. Fuqarolik yo'qligi Hamzat uchun Olimpiada eshiklarini butunlay yopib qo'ydi. Ammo bir yo'l yopilsa, boshqasi albatta ochiladi. Chimayev MMA'da to'laqonli karyera qurishga qat'iy qaror qildi va bu yo'lda unga beixtiyor turtki bergan insonlardan biri Conor McGregor bo'ldi. Men uning janglarini qanday nokaut qilayotganligini ko'rdim va o'yladim, agar bu yigit shunaqa ishlarni qilayotgan bo'lsa, nega men qila olmas ekanman? Men ruhiy jihatdan ham jismoniy jihatdan ham undan baquvvatman, undan kattaroqman va agar biz ko'chada to'qnashib qolsak, men uni sindiraman, tushunyapsanmi? Shunday ekan, agar u shunchaki pul topayotgan bo'lsa, nega men ham topolmasligim kerak? All Star zalda Chimayev muntazam ravishda Alexander Gustafsson, Eller Latifi va Jimmy Manua bilan sparing qilardi. Ammo ayniqsa suriyalik Reza Madadi bilan juda yaqin munosabatlar o'rnatdi. Ular tanishgan birinchi kundayoq mashg'ulotda deyarli janjallashib qolishdi. Biroq keyin kelishmovchilik bartaraf etishdi va do'stlashib ketishdi. Dastlabki davrda Madadi Chimayevga faqat zalda emas, balki janglar masalasida, kundalik hayotdagi muammolarda va hatto tarjimonlikda ham ko'maklashardi. Chimayev havaskorlar safida bir nechta janglarni o'tkazdi va har safar raqiblarga hech qanday imkoniyat qoldirmasdan janglarni muddatidan oldin yakunlardi. Men birinchi kundan boshlab darrov professional darajada jang qilishni xohlagandim, lekin zalning menejeri va murabbiyim, u hozirda mening doimiy menejerim, bunga ruxsat berishmadi. Sparinglarda men professional jangchilarni yengayotgan bo'lsam-da, ular baribir sen ringda o'zingni his qilishing, jangni sevib qolishing, uni tushunib o'rganishing kerak deyishdi. Men 4 ta jang o'tkazdim. Ularning biri MMA bo'yicha havaskorlar o'rtasidagi jahon chempioni bilan o'tdi. U bola bilan jangning ikkinchi raundida dahshatli darajada ustun keldim. Birinchi raundda esa unga bir marta knockdown berdim. Juda yaxshi g'alaba qozondim. Shundan so'ng o'yladim, endi vaqt keldi. Men endi professional darajada jang qilishim kerak. Yaqinda boshlayman. 2018-yil may oyida u professionallar qatorida debyut qildi. Raqibi Gerald Olva Hamzat avvaliga yerga qulatdi. Keyin ikkinchi raundda parterda jangni yakunladi. Ushbu jangdan so'ng u o'zining bir necha yil o'tib, keyingi omma tomonidan yuqori baholanadigan dovyurakligini namoyish etdi. UFC Dana, menga Mayweatherni bering. Ikkinchi professional jangida yo'q, Chimayev start tanatiga 10 soniya o'tib kurashga o'tdi. Raqibi qancha harakat qilmasin, Hamzatdan qutulishga hech qanday imkon bo'lmadi. U ko'plab zarbalarga bardosh berdi. Bir necha bor oyoqqa turishga ham muvaffaq bo'ldi. Biroq raund oxiriga kelib butunlay holdan toygan edi. Hamzat esa bo'g'ish texnikasini yakunlashdan oldin, go'yoki hech narsa bo'lmagandek, og'zidagi kapani tuzatib qo'ydi. Va shoshilmasdan odatiy holatdek raqib bo'yniga qulfni yopdi. Oradan bir necha oy o'tmasdan Chimayev Yaqin Sharqdagi eng yirik tashkilot Brave Promotion'da jang qildi. Turnir arafasida uning raqibi o'zgardi. Uning o'rniga mag'lubiyatsiz avstriyalik juda xavfli jiu-jitsu ustasi bo'lgan Marko Kishich keldi. U 5 ta jangini muddatdan oldin g'alaba bilan yakunlab kelayotgan edi. Barcha taxminlarga zid ravishda Hamzat ilk soniyalardanoq ochiq jangga kirishdi. Kishich bir necha bor zarbalardan keyin orqasiga qulf tushdi. Biroq Chimayev u bilan partida qolishni istamadi. 3-daqiqa boshlarida hal qiluvchi zarba yuz berdi. Navbatdagi aniq zarbadan so'ng avstriyalik yerga yiqildi. Kuchli ground and pound ostida qoldi va faqat hakam aralashuvi tufayli yo'q qilinishdan qutulib qoldi. Oradan bir oy o'tib Chimayev bir vazn toifa yuqorilab Hindistonda bo'lib o'tgan turnirda qisqa muddatli ogohlantirish bilan jangga chiqdi. Asosan kurashga tayinadigan Sidney Wheeler ehtiyotsiz oldinga yurdi va takedownga tushib qoldi. Shundan keyin Hamzat ustidan ko'plab zarbalar yo'lladi va Sidney taslim bo'lib, urushni to'xtatish uchun qo'llarini tapillatdi.
Jangdan keyingi intervyuda Chimaev yarim o'rta vaznga qaytishni va chempionlik kamari uchun jang qilishni xohlaganligini aytdi. O'sha paytda tashkilotda super yengil vazn toifasi joriy etildi. Shuning uchun yarim o'rta vazn chegarasi 79 kg-gacha ko'tarildi. Bu holatdan foydalanib, matchmakerlar Hamzat uchun da'vogarlik jangini tashkil qilishdi. Raqib sifatida esa Ikram Aliskerov tanlandi. Abdulmannab Nurmagomedov boshchiligidagi tayyorlangan Aliskerov jangovar sambo bo'yicha jahon chempionligini qo'lga kiritgan. MMA'da esa 8-0 rekord bilan yengilmas va o'z vazn toifasida eng iqtidorli, istiqbolli jangchilardan biri sifatida qaralardi. Chimaev jang boshida bir necha bor kurashga urindi, ammo raqib bularni osonlikcha bartaraf etdi. Shunda Hamzat qo'llarini ishga soldi va qarshi harakatda jab zarbasi bilan Aliskerovni yiqitdi. Uzoq davom etgan klinch paydo bo'ldi. Ikkala jangchi ham takedown qilishga urinishdi, biroq hech biri muvaffaqiyatli yakunlanmadi. Raqib masofani his eta boshlaganday tuyulgach, Chimaev birdaniga chaqmoqdek kuchli hujumga o'tdi va bum! Albatta, men o'zim ham 100% ishonchda edimki, uni yengaman. Chunki bilmayman, o'zimni ko'rsatayotganimda ancha ishonchli bo'laman. Endi nima deb oqlanay? O'sha kuni bu uning kuni edi. Lekin o'zi menimcha endi boshqa hech qachon bunchalik vazn tushirmayman. O'sha safar 20 kg atrofida vazn tushirdim. Bu esa meni butunlay holdan toydirdi. Hamzat Brave bilan yangi eksklyuziv shartnoma imzoladi va bir vaqtning o'zida 3 ta vazn toifasi chempioni bo'lishga jiddiy bel bog'ladi. U hatto Abdulmannab Nurmagomedovning yana bir shogirdi Eldar bilan jang qilishga umid qilgan edi. Biroq bu rejalar amalga oshmay qoldi. Oradan ko'p o'tmay UFC Stockholmda turnir o'tkazishini e'lon qildi. Bu turnirda Alexander Gustafsson va Ilir Latifi qatnashishi kerak edi. Chimaev ham bu kartdan jang qilish mumkin edi. Unga Sergey Khandoshka bilan jang tashkil etish rejalashtirilgan edi. Ammo Brave bu jangga qat'iy taqiq qo'ydi. Ammo bu hammasi emas edi. Latifining jarohati tufayli co-main event xavf ostida qoldi. Chimaev do'stining o'rnini bosishga yarim og'ir vaznda Volkan Ozdemerga qarshi jang qilishga tayyor edi. Brave bunga rozilik bergan bo'lsa-da, Hamzatning o'zi emas, balki uning jamoasi bunga qarshi chiqdi. UFCning Shvetsiyadagi turniri baribir Chimaevsiz o'tmagan edi. Alexander Gustafsson o'z faoliyatini yakunlayotganligini e'lon qildi va matbuot anjumanida kelajakdagi mahalliy yulduzlar haqida so'ralganda, u hali keng ommaga deyarli noma'lum bo'lgan Hamzat haqida shunday degan edi: "Mening shaxsiy favoritim bu Hamzat Bors. Men har kuni u bilan birga mashq qilaman va u nihoyatda iqtidorli jangchi. Men bunaqa mahoratli yigitni hali ko'rmaganman. Unga juda katta umidlar bog'langan." Chimaev o'zining UFC'dagi debyut imkoniyatini boy bergan bo'lsa-da, bu izohini tanishda muhim rol o'ynadi. UFC'dagi debyut imkoniyatini boy bergan Chimaev bir necha oy tanaffus qildi va faqatgina oktyabr oyida oktagonga qaytdi. Unga yana da'vogarlik jangi berildi. Bu safar raqibi Janubiy afrikalik mustahkam jangchi Midzvali Xlongva bo'ldi. U professional faoliyatida 4 ta jangning barchasini raqiblarini muddatdan avval mag'lub etgan edi. Chimaev turgan holatda jang qilishni umuman o'ylamadi. U darhol middle kick yo'lladi va ortidan zudlik bilan takedownga o'tdi. Xlongva birinchi raundni qandaydir yo'sinda oxirigacha yetkazdi. Biroq ikkinchi 5 daqiqalikda ham xuddi shu muammolar yana takrorlandi. Chimaev yana uni yerga olib tushirdi. Ustun pozitsiyasini egallab, zarbalar bilan bosimni davom ettirdi. Har qanday urinishga qaramay, Xlongva Chimaevning kuchli kontrollari va zarbalaridan qutulib qola olmadi. Oradan atga 1 daqiqa o'tgach, Xlongva partiyadan chiqishga urinayotganda bo'g'ish uslubiga tushib qoldi va hushidan ketdi. Aynan oktagonda u ehtiros bilan kamar uchun jangni talab qildi. Oradan bir necha oy o'tib, Brave rasmiy ravishda uni chempionlik jangini kutayotganligini e'lon qildi. Biroq bu rejalar koronavirus pandemiyasi tufayli o'zgarishga majbur bo'ldi. Chempion Koshin turnirlardagi ishtirokini vaqtincha to'xtatdi. Chimaev esa nihoyat UFC'da jang qilish imkoniyatini qo'lga kiritdi. 2020-yil iyun oyida u taniqli menejer Ali Abdulaziz bilan hamkorlikni boshladi. Oradan bir oy o'tib, Alexander Gustafsson bilan birga janglar oroliga yetib kelgan Chimaev UFC'dagi ilk jangini qabul qildi. Atga bir haftalik ogohlantirish bilan hatto raqib kimligini so'ramasdan o'rta vaznda jang qilishga rozi bo'ldi. Ammo bu tafsilotlar unchalik muhim emas edi. Chimaev zudlik bilan tomoshabinlar e'tiborini o'ziga qaratdi. Jang boshidayoq u o'zining klassik zarba, chaqqon takedown kombinatsiyasini namoyish qildi. Keyin esa to'liq ustunlik. Bunday ustunlikni statistika bilan ifodalash osonroq. Raqib John Phillips hatto ikkinchi raundga chiqdi. Biroq atiga 1 daqiqa chidab tura oldi. Chimaev gilotina bilan jangni yakunlab, UFC'dagi ilk g'alabasini qo'lga kiritdi.
Ammo eng qiziq voqealar endi boshlanayotgan edi. G'alabadan so'ng Chimayev hech qanday tortinmasdan oktagon to'sig'iga chiqdi va u yerda UFC prezidenti Dana White bilan nimadirlarni gaplashdi. So'ng quloqchinni taqib, butun dunyoga shunday murojaat qildi: "Men kelasi haftayoq jang qilishga tayyorman. Hatto ertaga ham jang qilaveraman. Men juda ochman. Menga farqi yo'q. Sen hozir Dana White'ga aytdingmi? Shu yerda Abu Dabida qolaman deb." Ha, men ham shu yerda qolaman. Agar sizda raqib bo'lsa, menga uni bering. Qaysi turnirda bo'lishidan qat'iy nazar, men jangga tayyorman. Men UFC chempioni bo'laman 77 kilogramda. Menga baribir, istaganingizni olib keling. Men uni yo'q qilaman. Shu tariqa Chimayevning UFC'dagi yulduzli yo'li boshlangan edi. Jamoatchilik Chimayevning ertaga ham jang qilaveraman degan gaplarini avvaliga shunchaki shov deb qabul qildi. Ammo UFC matchmakerlari bu so'zlarni juda jiddiy qabul qilishdi va harakatga o'tishdi. Oradan atiga bir hafta o'tib, Chimayev yana oktagonga chiqdi. Bu safar butunlay boshqa vazn toifasida. Gap shundaki, janglar o'tkazilayotgan janglar orolida. Turnirlar nafaqat shanba, balki chorshanba kunlari ham bo'lib o'tayotgandi. Aynan shu sababli Hamzatga atiga 10 kun ichida 2 bor jang qilish imkoniyati tug'ildi. Ikkinchi raqibi UFC'dagi debyutant Rais Makkini Chimayev atiga 3 daqiqada mag'lub etdi. U raqibini yerga o'tkazib, ustun chiqdi va doimiy zarbalar bilan hakamni jangni to'xtatishga majbur qildi. Shu tariqa u UFC tarixida ilgari hech qachon erishilmagan natijaga erishdi. 10 kun ichida 2 ta jang va 2 ta g'alaba. Bu faqat boshlanishi edi. Men bilmayman aka. Men 1 soatdan keyin jang qilishga tayyorman. Nega yo'q? Agar kimdir jarohat olgan bo'lsa, menga ayting. Men shu yerda, Abu Dabidaman. Men hammasini yo'q qilaman. Menga 84-77 kilogramdagi chempionlarni bering. Ikkalasini ham bir oqshomda yo'q qilaman. Bir necha kun o'tib, Aspen xabar berdiki, Chimayev 2 hafta ichida o'tkaziladigan turnirning asosiy kart jangchisiga qo'yishmoqchi. Ammo bu reja amalga oshmadi. Hamzatni sentyabr oyidagi turnirlardan biriga kiritishdi. Bu esa uning uzoq vaqt davomida jang o'tkazmaganligi haqida ko'plab memlar paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Unga raqib sifatida Gerald Mershed tanlandi. Ammo Dana White paradoksal holat yaratdi. Chunki turnir boshlanishidan oldin u Chimayevga 2 jangni birdaniga rejalashtirilganini ochiq aytib o'tdi. Bu bir necha oy oldin nomini hech kim bilmagan jangchi uchun misli ko'rilmagan holat edi. U yerda va orolda jang qildi. Jiddiymi? Ha, bu yigit jang qilishni xohlaydi va men bunday ruhni juda yoqtiraman. Bu yerda bo'ladigan jang hali ishlab chiqilmoqda, lekin biz uni Damon Mayga qarshi qo'ymoqchimiz. Bors Las Vegasga yetib kelishi bilan darhol UFC'ning shtab-kvartirasiga jo'nadi va Dana White bilan shaxsan suhbatlashish sharafi muyassar bo'ldi. Keyin esa press konferensiya bo'lib o'tdi. Unda Mershed o'z manziliga ko'plab yoqimsiz so'zlarni qabul qildi. Men uni bilmasdim va faqat uning so'nggi jangini ko'rdim. Unda u nokdaunga tushdi, keyin uni yakunlashdi. U so'nggi jangini yutqazgan. Men undan yaxshiroq raqibini mag'lubiyatga uchrashni xohlardim, lekin men unga qarshi qo'yishdi. Men uni yanchaman va keyin oldinga boramiz. Lekin uning janglarida kimdir unga qarshilik ko'rsatganligini ko'rmadim va menimcha bu katta sinov bo'ladi. Menga uning nechta xavoskor jang o'tkazgani qiziq emas. Sen mag'lubiyatlarini ko'rding. Sening sherdoging statistikasi. Kim edi o'sha McGregorning do'sti? Qanday edi ismi? Artyom Lyobov. Qancha mag'lubiyating bo'lgan? Ha, men ko'plab mag'lubiyatlarni ko'rdim. Rekordim 31-13 va sen aytdingki, sen qora kamar egasisan. Ha, qattiq yigitlarga qarshi jang qilganingda ba'zan yutqazishing mumkin. Lekin Jack Hermisdan misol olib o'taylik. Uning qora kamari yo'q edi. Nega u seni bo'g'ib tashladi? Ba'zan qattiq yigitlarga yutqazish mumkin bo'ladi. Kim senga qora belbog'ni berdi? Menda ko'k belbog' bor. Seni bo'g'aman. Xo'sh, urinib ko'r. Agar meni bo'g'sang, men qora belbog'imni topib senga beraman. Kelishdikmi? Agar men seni bo'g'sam, bu sportni tark etasan. Yaxshi, agar seni yiqitsam, men kurashdagi sovrinni olamanmi? Meni yiqitasam, urinib ko'r. Yaxshi urinaman. Og'zaki tortishuvlardan so'ng Bors UFC veteranini 17 soniyada nokautga yubordi. Uchta g'alaba rekordli 66 kun ichida har xil usullarda yakunlangan janglar va har bitta zaruriy zarba Chimayev nafaqat tarixga kirdi, balki 2 oy ichida UFC tomonidan yillar davomida izlangan shaxsga aylandi. U noyob talantga ega yulduz bo'lib, hatto tajribali promouter Dana White ham unga ochiqchasiga qoyil qoldi. Bu yigit juda o'ziga xos. Men bu o'yinda deyarli butun hayotimni o'tkazdim va uning singari odamlarni ko'rmaganman. O'ziga xos noyob va u yana jang qilishni xohlayapti. Men ilgari bunday holatda bo'lmaganman. Qayerda uni jangga qo'yishim kerakligini, qanday qilib jangni tashkil qilishni, qanday qilib o'zimni tayyorlash kerakligini o'ylab yurishim kerak. Bu qiziqarli va men buni yoqtiraman. Agar siz janglarga ishqboz bo'lsangiz, bunday yigitni kuzatish, unga muxlislik qilish yoki nafratlanish haqiqatan ham qiziqarli. Bilasizmi, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu yigit eng o'ziga xos jangchilardan biri, balki eng o'ziga xos jangchi. Men hech qachon ko'rmaganman va u menga shu jangdan oldin dedi: "Sen faqat meni kurashchi deb o'ylayapsanmi? Kutib
Tur tez orada qo'llarimni ko'rasiz va qarang, u adashmadi. Borsning mashhurligi ajoyib tezlikda o'sdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilar soni 10 martalab ko'paydi. Butun dunyodan intervyu so'rovlari yog'ilib keldi. Ko'chada erkin yurish va hatto o'z zalida mashq qilish ham muammo bo'la boshladi. Mashhurlik, rosti men bunga intilmaganman. Topayotgan pullarimga xursandman, lekin hozir boshimda hammasi chalkash. Yaqinda xolam vafot etdi va undan oldin onamga aytdim. Yaqinda katta pul topaman, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Onam shunchaki dedi, agar o'shanda shu pullaring bo'lganda edi. Endi xolam vafot etdi, inshaalloh u jannatda. Endi esa shunaqa holat qaytmasligi uchun pulim bo'lsin, hammasi bo'lsin deb harakat qilyapman. Hammasi yaxshi bo'layotganligidan xursandman, alhamdulillah. Deyarli e'lon qilingan Mayaga qarshi jang oxir-oqibat bo'lib o'tmadi, lekin Chimayev uchun undan ham qiziqroq raqib tanlandi. Reytingda 3-o'rinni egallab turgan Leon Edwardsga qarshi asosiy jang. Britaniyalik jangchi 1,5 yildan beri oktagonga chiqmagandi va o'zining g'alabali seriyasini hali top 15 ga kirmagan raqib bilan xavf ostiga qo'yishni xohlamasdi. Oradan ko'p o'tmay Edwards g'ayratabbiy tarzda reytingda g'oyib bo'ldi va Chimayev bilan jang kelishilgandan keyin qaytadan ro'yxatga kiritildi. Hamzat Chimayev qachon jang qiladi? Chunki ijtimoiy tarmoqlarda DNAga ham boshqalarga ham ketma-ket chaqiriq tashlayapti. Qachon jang qiladi u? Biz aynan kecha Leon Edwards va Hamzat Chimayev o'rtasidagi jangni tasdiqladik. Ular to'qnash kelishadi. Bu zo'r jang bo'ladi. Va endi u hamma bilan ketma-ket jang qilaman deb chaqiriq tashlashni bas qilsa ham bo'ladi. Hammasi joyida. Endi uning raqibi bor. Bu to'qnashuv 3 marta bekor qilindi. Har safar bunga Covid sabab bo'ldi. Chimayev bir necha oy davomida virus oqibatlaridan aziyat chekdi. Mart oyida esa to'satdan nafas yo'llaridagi jiddiy muammolar kuchaygani tufayli faoliyatini yakunlashini e'lon qildi. Bilasanmi, men bu so'zlarni yozdim, chunki shifokorlar oldiga borganimda u menga senda rak topdik uka dedi. Shu sababli men faoliyatimni yakunlayapman deb yozdim. O'sha paytda oilamga nima deyishni, odamlar bilan qanday gaplashishni bilmasdim. Keyin boshqa bir shifokor chiqdi. Yo'q, senga rak qo'yilmagan dedi. Lekin men baribir qon yo'talardim va hammasi tugadi deb o'yladim. Keyinroq boshqa bir shifokor chiqdi va bu rak emas, koronavirus dedi. Juda og'ir bo'ldi. Shuning uchun Rossiyaga, uyga qaytdim. U yerda ko'plab shifokorlar yordamga keldi. Ular menga juda katta yordam berishdi. 3 haftada tuzalib oldim va yana qaytdim. O'ziga kelib, to'liq mashg'ulotlarni qayta boshlash uchun Hamzatga bir necha oy kerak bo'ldi. 2020-yilda u barcha yirik sport nashrlari tomonidan yilning eng yaxshi debyutanti deb tan olindi va 66 kun ichida 3 marta jang o'tkazadi. 4-jangini esa 1 yildan ko'proq kutishga to'g'ri keldi. Ammo bu cho'zilgan kutish o'zini oqladi. Hamzat Chimayev Abu Dabidagi UFC 267 turnirida oktagonga qaytgan zahoti barchani hayratda qoldirdi. Hamma hayratda qoldi, faqat bir kishidan tashqari, Li Jinliang. Chunki o'sha kuni unga omadsizlik bilan Hamzatning qarshisida oktagonga chiqishga to'g'ri keldi. Bors yana bir bor zarba ham o'tkazmadi. U raqibini ko'tarib kanvas tomon olib bordi va kutilmaganda Dana White bilan gaplashishni boshladi. Mana sen olib bordim, axir uni darrov yiqishing mumkin edi-ku. Uni oldinroq yiqishim mumkin edi, lekin men Dana White bilan gaplashmoqchi edim. U telefonda nimadirni ko'rib o'tirgan edi. Birodar, mening janglarimni o'tkazib yuborma. Telefonga qaramay o'tir, chunki har qanday narsa istalgan paytda yuz berishi mumkin. Butun jang davomida Li qutulishga harakat qildi, ammo Chimayev buni hatto sezmadi ham. Reytingda 11-o'rinda turgan jangchi atiga 3 daqiqa ichida hushidan ketguncha bo'g'ildi. Hamzat esa ketma-ket 4-marta kechaning eng yaxshi chiqish uchun bonusni qo'lga kiritdi. Dana, hech kim menga dosh bera olmaydi. 10 ta jang, 10 ta yakun. Menga kuchliroq raqib ber. Hatto Brock Lesnar bo'lsa ham farqi yo'q. Men hammasini parcha-parcha qilaman. 5 oy o'tib Hamzat navbatdagi jangini oldi va bu jang barcha mezonlar bo'yicha titulga da'vogarlar jangi bo'lishi kerak edi. Unga reytingda 2-o'rinda turgan Gilbert Burns raqib qilib belgilandi. Braziliyalik jangchi Chimayevni hissiyotlariga berishga majbur qilgan birinchi raqib bo'ldi. Sen titul uchun jang qilgansan, lekin baribir underdogsan. Bu haqida nima deysan? Bu ahamiyatli emas, bilasanmi? Albatta underdog, chunki qirol bu yerda. G'azablangan. Men seni yo'q qilaman. Voy, u stolga urdi. Bu nima tentaklik? Yakshanba kuni ko'rishamiz do'stim. Qachon bo'lsa ham ko'rishimiz mumkin. Hatto sahna ortida ham yuzingni sindiraman. Va bir necha kundan so'ng u haqiqatan ham Hamzatni jangda eng ko'p ishg'ol qilishga majbur qilgan birinchi bo'ldi. Chimayev o'zining an'anaviy usulida raqibni sindira olmadi. Shuning uchun turgan holatda jangga diqqatini qaratishga to'g'ri keldi. U oldinga yurib, Burnsni kanvasga siqib chiqdi va ko'p zarbalarni tashladi. Braziliyalik blokladi va deyarli har doim javob berish imkoniyatini topdi. Birinchi raundning so'nggi daqiqasida Burns nihoyat raqibini blogini yorib, uni oktagonga tushirdi. U uni yakunlashga harakat qildi, lekin faqat kuchini sarfladi. Aynan o'sha kuch keyingi 5 daqiqa
daqiqada yetishmadi. Byorns jasoratlandi va uni ishonch bilan yutdi. Bu Chimaev karyerasidagi birinchi yo'qotilgan raund edi. Oxirgi daqiqalarda Chimaev qarshi hujumda javob qaytarishga to'g'ri keldi. O'zining afzalliklarini tikladi, lekin so'nggi daqiqada qon bilan qoplangan braziliyalik o'zini ko'rsatib, hujumga o'tdi va hatto hali o'rnidan turmaganlarni ham o'rindiqlardan ko'tardi. Bu jang Chimaev faoliyatidagi eng qiyin jang va hakamlar qarori bilan g'alaba bo'ldi. 5-jang 5-bonusni oldi. O juda qattiq bola aka. Men uning shunchalik qattiq ekanligini bilmasdim. Bunday holat men bilan hech qachon bo'lmagan. Hozir men qon ichidaman. Men charchadim. Og'riqni his qilyapman va men bu ishni sevaman. Karyerasidagi eng qiyin sinovdan o'tib, birinchi marta hakamlar qarorini eshitgan Chimaev o'zini reytingning 3-pog'onasida topdi va Bossdan ajoyib maqtovlarni eshitdi. So'nggi marta biz bunday yigitni ko'rganimizda hech kim uni tanimagan edi. U hech qayerdan paydo bo'ldi. So'ng bir necha jang o'tkazib, divizionning 2-raqamli jangchisi bilan yuzma-yuz keldi va uni yutdi. Bilasizmi, agar siz UFC'da top 5 ga kirsangiz, bu o'yin emas, ayniqsa bu divizionda. Bu vaznda haqiqiy qotillar bor. Agar siz uni juda yaxshi emas deb o'ylasangiz, demak siz aqldan ozgansiz. Hype darajasi Hamzatni chempionlik jangiga da'vogar sifatida ko'rsatishga imkon berdi. Ammo uning qaytish haqida hech qanday aniq ma'lumot yo'q edi. Hatto Dana White ham Chimaevning mashhurligi ortishi bilan uning janglarini tashkil qilish ancha qiyinligini tan oldi. Ha, bu aynan o'sha holatki, biz Hamzat Chimaevdan ham ochroq bo'lgan bola haqida gapiramiz. U har hafta jang qilishni xohlardi. Barcha vaznlarda chempion bo'lishni xohlardi. U 10 kun ichida 3 ta jang o'tkazishni xohlardi. Ha, shunday ruhda edi. Lekin keyin yaxshi pul topa boshlaysan va bu ishtiyoq sekin-asta so'nadi. Hamzat kutilmaganda UFC 279 ning asosiy jangini boshqara boshladi. Bu uning AQShdagi 3-jangi edi va karyerasidagi birinchi main event edi. Va bu tadbirga maxsus meksikancha joziba qo'shish uchun unga yulduzli Ned Diazni qarshi qo'yishdi. Ammo bir necha kun oldin hamma narsa buzildi. Avvaliga orqa sahnada janjal yuzaga kelib, shundan so'ng Dana allaqachon boshlangan press konferensiyani bekor qildi. Bu hayot senga emas, chuvak. Sen axlat parchasisan, intervyularda gapirasan, hozir biror narsa de. Hammasi o'zini gangster qilishga urinyapti. Keling bu yerga. Senga mamo kerakmi? Ikkisini ham yengaman. Ha, hech narsa bo'lmaydi. Ishoning, bu press konferensiya hozir o'tkazmaslik to'g'ri qaror. Kompaniya tarixida bunday holat bo'lmagan. Orqa sahnada vahima boshlandi, lekin bunday holatlar bo'lishi mumkin. Bu jangchi biznesi. Bunga tayyor bo'lish va bunday holatlar yuz berganda ular bilan shug'ullanishimiz kerak. Kulminatsiya vazn o'lchashda bo'ldi. Hamzat 3,5 kilogramm ortiqcha vazn ko'rsatdi. Natijada asosiy kart butunlay qayta tashkil etildi. Endi turnirni Diaz va Ferguson boshqaradi. Hamzat esa co-main eventda Holland bilan jang qiladi. G'azablangan Hamzat amerikalikka qo'lni uzatishni ham ilojini qilmadi va to'g'ridan-to'g'ri oyoqlariga yugurdi. Bir necha grappling almashinuvlardan so'ng Holland nihoyat orqasiga yotdi. U pozitsiyani yaxshilashga urindi, ammo bo'g'ish tuzog'iga tushdi. UFC'dagi 6-g'alabasini qo'lga kiritish uchun Hamzatga 2 daqiqadan biroz ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Albatta, men bu vaznni qilishim mumkin edi. Va men bu vaznni qilishim kerak edi, ammo shifokorlar meni to'xtatdi. Hech narsa meni to'xtata olmaydi. Agar men o'lsam, men shu yerda o'laman. Men vaznni qila olmaganim uchun o'lishni xohlamayman. Men oktagonda o'lish uchun chiqaman. Men oktagondan hech qachon chiqmayman. Bu mening uyim. Men hammasini sizlardan olib ketaman, yigitlar. Bu turnir Chimaevga chempionlik yo'lini ochish kerak edi. Uning kelajakdagi istiqbollariga yanada ko'proq tartibsizlik kiritdi. U hali ham ijtimoiy tarmoqlarda faol edi va hammani chaqirardi, lekin UFC uni xavfga solishga tayyor emasdi. Hamzatning keyingi jangi 1 yil kutish kerak bo'ldi. UFC 294 da Abu Dabida Chimaevga ikkinchi asosiy voqea uchun Paulo Costa bilan jang qilish tayinlandi. Ammo yana almashtirishsiz bo'lmadi. Braziliyalikning jarohati tufayli UFC rahbariyati imkon qadar tezroq Borsga yangi raqib topishga harakat qildi va Kamaru Usmanni topdi. U to'liq tayyorgarliksiz o'rta vazn toifasida debut qildi. Hamzat g'alaba qozonsa, uzoq kutilgan chempionlik imkoniyati va'da qilindi. Chimaev jangni chempionlarga xos tarzda boshladi. U Usmanni parterga tortib, uni u yerda oxirgi qo'ng'iroqgacha ushlab turdi. Vaqti bilan taktikasini o'zgartirib, zarbalardan ushlashga o'tdi. Bir payt esa Hamzat qo'lini jarohatlab oldi. Bu esa jang davomida jiddiy ta'sirini ko'rsatdi. Ikkinchi raundda u juda ko'p voqealar bo'lmagan bo'lsa-da, eng yaxshi zarbani Usman urdi. Chimaev javob qilib, takedown olib, passiv nazoratni o'rnatdi. So'nggi 5 daqiqada Kamaru bir nechta bor takedownlardan himoyalandi va zarba bera boshladi.
U raundni o'z foydasiga olib bordi. Oxir-oqibatda daunni o'tkazib yuborib, nazoratni yo'qotdi. So'nggi soniyalarda bo'lib o'tgan to'qnashuv hissiyotlarini qo'shdi. Ikki sudya g'alabani Chimayevga berishdi. Uchinchisi esa durang deb baholadi. Boris Jiu-Jitsudan jigarrang kamarni oldi va ketma-ket 7-g'alabasini qo'lga kiritdi. Faqat ikki kishi shunday ta'sirli g'alabalar seriyasiga ega edi. Men bu yerga chempionlik uchun emas, pul topish uchun va baxtli bo'lish uchun, kim bilandir jang qilish uchun keldim. Va bolalar, Dana, Hunter, sizlarga rahmat. Men sport zalda yashadim. 2 kvadrat metrlik kichkina xonada. U yerda faqat karavat va mashg'ulot formam bor edi. Hatto yeyishga ovqatim yo'q edi. Ammo sizlar tufayli bugun mana shu darajaga yetdim. Onamda hamma narsa bor. Shon, rahmat. Chempionlik jangi masalasi hanuzgacha noaniq edi. Turnirdan keyin bir muddat Hamzat jarohat bilan qiynaldi. Strickland esa Duplessis bilan kamar uchun jang qilgach, u shov-shuvli intervyular berdi va unda promotion rahbariyatini kelishuvlarni buzishda keskin tanqid qildi. Menga aytishdi, va'da berishdi. Usmonga qarshi jangdan keyin sen 100% chempionlik uchun jang qilasan deyishdi. Men jangni yutdim, lekin hozir nima bo'layotganligini tushunmayapman. Men Dana Whitening agar biror narsani va'da qilsang, so'zingda turishing kerak degan gaplarini eshitganman. Men har doim so'zimda turaman. Shuning uchun menga farqi yo'q. Tashkilot prezidenti bo'ladimi yoki hatto biror podshoh bo'ladimi? Agar so'z bergan bo'lsang, uni bajarishing kerak. Tushunyapsanmi? 2 yil avval hech kimda shubha yo'q edi. Hamzat Chimayev juda tez orada chempion bo'ladi deyishardi. O'shandan beri u vazn toifasini o'zgartirdi va yana bir nechta yorqin g'alabalarga erishdi. Biroq hali hanuz chempionlik jangigacha yetib bormadi. Uning yo'lida yana o'sha Robert Whittaker turgandi. Reytingda hanuz 3-o'rinda. Ammo bu safar u ketma-ket 2 g'alabaga ega va so'nggi 7 yillikdagi ilk erta yakun g'alabasini qo'lga kiritgandi. Va nihoyat Chimayev va Whittaker UFC 208 turnirida to'qnash kelishdi. Bilasanmi, men harakat qilaman. Menda u bilan 25 daqiqa bor. Unda esa men bilan 25 daqiqa. Va bilasanmi, men hammasini u yerda qoldiraman, hammasini. Men bu yerga kimnidir yakunlash uchun kelganman. Men jang qilish uchunman aka. Balki kimdir bu yerga kelib, kengurudek sakrab yurarmikin, bilmadim. Lekin men jang qilish uchunman va birinchi soniyadanoq oxirigacha kurashaman. Raqibni yakunlashga harakat qilaman. Men qiladigan shu. Savol Hamzat Chimayev birodarimizga. Yaqinda o'zbekistonlik Xotanboy Nazarov UFC Varus promotionda chempion bo'ldi va sen uni tabriklading. Biz shunchaki bilmoqchimizki, senga ko'ra agar u UFC'ga o'tsa, uning imkoniyatlari qanday bo'ladi? Как ты думаешь, каковы его шансы, если он перейдет в UFC? Men rus tilida javob berishim kerakmi? Farqi yo'q. Albatta uning barcha imkoniyatlari bor. Menimcha biz UFC'ga yaxshi tarzda kirib borishimiz kerak va u yerda ham yaxshi chempion bo'ladi. Biz u bilan anchadan beri birga ishlaymiz. Tekida birga bo'lganmiz. Keyin boshqa joyga o'tdik. U yerda ham birga ishlay boshladik. U a'lo darajadagi yigit, munosib jangchi. Umid qilamanki, Dana unga imkoniyat beradi. U chempion bo'lib, g'alaba qozonadi. U yaxshi kurashchi. Shuning uchun ko'ramiz nima bo'lar ekan. Va nihoyat Chimayev va Whittaker UFC 208 turnirida to'qnash kelishdi va Chimayev jang boshlanoq kuchli bosim bilan Whittakerga hujum qildi va uni parterga tortib bo'g'ishga kirishdi va Whittaker jag'idan jiddiy jarohat oldi va bunday bosim bilan bo'g'ishda tishlari sinib ketdi. Dahshat. Va nihoyat yaqin orada katta ehtimol bilan Hamzat Chimayev Dricus Duplessis bilan chempionlik jangini o'tkazadi. Biz bu voqelikka juda yaqin turibmiz do'stlar. Do'stlar, umid qilamanki videoni oxirigacha ko'rgan insonlar shu ovozimni eshitib turibdi va videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammangizga katta rahmat. Bu juda ham qiyin bo'ldi. Tarjima, ssenariy, montaj hammasini o'zim qildim. Juda ham qattiq charchadim. Hammaga rahmat. Davom etamiz yigitlar.